Ham o'g'lim shuni xohlagandi, keyin men qo'llab-quvvatladim shunchaki. O'zbeklar Dubayda 20 qavatli hashamatli kemada unutilmas to'y marosimini o'tkazishdi. Uzatishga ketyapmiz. Yor kim to'ygan bor. Shaxsan kema kapitani nikohni rasman qayd etib, marosimga alohida fayz bag'ishladi. Soat 18:30 da kelin-kuyov tantanali tarzda restoranga kirib kelishdi. Dunyoning turli davlatlaridan tashrif buyurgan mehmonlar yoshlarni qizg'in tabriklar bilan qarshi olishdi. To'y egasi Ozoda opa ushbu quvonchli kun haqidagi fikr va taassurotlarini bildirdi. Ozoda opa hayajonlanmayapsizmi? Hayajonlanyapman, конечно. Tashvida mehmon va bunaqa hayajonlanmadim. Haqiqiy hayajonga boy to'y bo'ldi boru. Kimga qanaqayu, ham o'g'lim shuni xohlagandi, keyin men qo'llab-quvvatladim shunchaki. Kelin-kuyovlarimiz ozgina savolga tutamiz. Albatta, kelin-kuyov ham o'z baxti va hayajonlari bilan o'rtoqlashdi. O'zi yoshligimdan beri dengiz yaxshi ko'raman. Kinolarda ko'rib o'rnashay, baribir o'zimizni noodatiy to'y qilishga harakat qildim. Baribir MSC va Inclusive'dan birga albatta. O'zimni jamoa aytmoqchi. Odina, to'yingiz shunaqa bo'lishini oldindan tasavvur qilganmisiz? Yo'q, ishlarimga ham kirib chiqmagan to'y unutilmas. E'tibor uchun to'y fotosessiyasi 5 ta davlatlarda o'tkazilib, ushbu marosim yanada noyob va esda qolarli bo'ldi. Bundan tashqari, kelin salom marosimi ham aynan mana shu kemada o'tkazdirildi. Nima deb o'ylaysiz? O'z yurtimizda ko'plab mehmonlarni chaqirib, to'y marosimini o'tkazgan afzalmi yoki mana bu kabi noodatiy yo'llarni tanlash qulayroqmi? O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring.